Assalomu alaykum, juma ayyominglar muborak bo'lsin. Tanijoninglar sog'mi, kayfiyatinglar a'lo darajadami? Eng asosiysi, bilsanglar, Al-Mansur endi mavsum degan yangi nom asosida ish faoliyat olib boryapmiz. Bizni eski mijozlarimiz bor, ya'ni qadrli mijozlarimiz, ularga sovg'alar tayyorlaganmiz. Qanday sovg'alar? Ularning magazinlari bor, magaziniga soatlar qilganmiz, ya'ni kiyim do'kon magazini bor, kimnidir pishiriq pishiradigan magazini bor, ularga soatlar tayyorlaganmiz. Ya'ni soatni do'koniga ilib qo'ysa, magaziniga ilib qo'ysa, biz kirganda motivatsiya olamiz. Ya'ni bizning mijozimiz qadrlayapti degan narsa bo'ladi. Al-Mansur endi mavsum degan bloknotlar qilganmiz, ya'ni maxsus tayyorlatganmiz bularni mijozlarimiz uchun. Bakallar qilganmiz, ya'ni qishda bizni kofe ichayotganda eslab tursin degan maqsadda. Bu issiq suv quyganingizdan keyin boshqa tusga kiradi, chiroyli tusga aylanadi. Ya'ni ruchkalar qilganmiz, ya'ni har yozganda bizni eslab tursin degan maqsadda shunaqa ruchkalar qilganmiz. Xudo xolasa bundan da zo'r sovg'alar qilishlikka harakat qilamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlasanglar bas.